bu borada ko'proq italiyalik mashhur sportchilardan biri, lekin undan mashhurlari Sofiya Rafaelli bor. O'tgan yil ham kelgandi xonim. Va Sofiya Rafaelli Bakuda bo'lib o'tgan musobaqada, ya'ni Jahon Kubogida ko'plikda birinchi o'rinni egallagan. Xo'sh, Viola qanday bo'ladi? Ya'ni uning jamoadoshi katta bilan mashq bajarmoqda. Stella Viola afsonaviy murabbiyning shogirdi, ya'ni Fabrizio D'Agostinoning shogirdi ekan.